Aka, kiring. Kiring. Akam bizni boqaman deb ko'p jafo chekdi juma. Sizning shafqatingizdan cho'qim qaytirman. Al ikkita qaydan xabari yo'qmi? O ishkisini atigandala qo'ngni tip chiqirib etgan. Qachon yenini jiqqiti tomlab hozirlik qilib qolarmikin aka? Bizning tapovatchi g'ojlarimiz katta-da. Yo'q. Aka, xatoga qo'yibman. Silning g'ojlari, silning. O'g'in kelishdimi? Qarab tursan-ku. Mana. Ahvol so'rashmabsan. Qarab tursan-ku. Aka, teshikmi aka. Bosh tushib ketdi-ku, qaragan tapovat bosh o'xshamamda. Azimat, ko'rdingmi? Ara shunchalik narsalar ekan. Tapqaning aramushmi? Gapirchi. Aradan deb eshitdim, Aka, biz mushum chiqarishdik. Bugun bozor ancha yaxshi emas. Bahani tepishyapsan? Kelishib bu yoqqa. Bahani topmadim. Ko'chalarda bugun soqchilar bek ko'pkan. Bo'ldi. Voy yaramaslar. Tayni bahanalar bilan meni ahmoq qilishyapsan. Tapqa shunchalik narsam bilan bu yoqda tursin. Hamma ishga vaqt Buni bilishimsa yo'q. Aka, xafa bo'lma. Ayta, yaxshi savdo qilaylik. Aka, aytganda bir hech nima yemadik. Bizga rahim qiling. Ozroq yeydigan narsa bersangiz. Aka, o'tinib qolay. Qo'sig'imiz bek etib ketdi. O'tinib qolay aka. Qo'sig'imiz etib ketdi. Mana aka. Av inlaringdan qo'siq etib ketibdimiz. Ketib borgan joylar ketyapti. Bizga shart qo'yishingibdi. Ular optaroq tamoq qavesan bo'lmagadek. Ma'qul aka. Qo'zg'on ochdimi? Men sizga tamoq beray. Mana tamoq ber. Tamoq yegan babati. Yigina mana. Yana yeyapsan. Mana. Voy yaramaslar. Yerga. Bu yoqqa kelar. Akadan olib bersa. Bula. Qo'lingni maviya qo'yisha. Bula. Tezroq bo'lsa, akam mukabat berdi. Qapqaning qo'shilma, Texib bahona deb uni buni yeysan. Yeysa bilan. Aka, xushbo'p ketaymiz, rahim qiling. Bo'ldi, tomoq yemaymiz aka. Qilsa. Rahmat deyishmasa. Rahmat aka, rahmat. Bizga nima ekan endi? Biz bu yerga nimdab keldik ha? Men savodoshlarimni sevgandim. Men maktabga qaytib o'qig'im bor. Yurtimizdagi maktablarning sharoiti yaxshi. Kitob material, hatto tomoq yotoqlar maxsus edi. Maktabda shu qadar yaxshi o'qiyapsam, ota-onam meni maktabdan zo'mizga to'qib olib, bir mollani uyiga diniy ta'lim olishga yo'shirib olib berdi. U molla g'azat qilsang jannatga kirasan, g'azat yo'lida shahid bo'lsang jannatga kirasan deb bana to'xtamay savoq berdi. U mollaning yo'q, u iblisning toyiqiga chidamay bu do'zaxdan qochib ketdim. Uyga boray desam, ota-onamning yana shu iblis mollaning uyiga qayta olib berishidan ansirab boshqa joylarda tantirab yurdim. Dal shu joyda bu men ularga uchirdim. Ularga agishib jiq pul tepishni o'ylab, aldab bu yerga kelindim. Bu yerga kelgandan keyin ular bizni o'g'irlik qilishga soldi. Ularning qo'lidami bir vaqt tomoq uchun necha o'lib tirilib, ishning kunini ko'rdik-ku. Men uyni bek seg'inib ketdim. Maktabimni seg'inib ketdim. Yurtimdagi qarindoshlar, suyimli savoldoshlar, sizlar bizga o'xshash o'qishning qadri yetmay o'ynayotgansizlarmi? Yo'q, hargiz undoq qilmanglar. Bizning yeshimizdagi bolalar cho'qim tirishib o'rganish kerak. Yaxshi o'qigandilar, parlaq kelgusiga erishgan bo'ladi. Hargiz bizga o'xshash yomon niyatli kishilarning damiga tushib ketmanglar.
Sizlarning kuyunadigan ota-onalar bor. Ular sizlarni haqiqiy yaxshi ko'radi. Ular sizlarga illiq oila ato qildi. Meni shu asabiylashib, aqlidan ezib, g'azot yo'lida shahid bo'lishni tashviq qilganlik uchun qo'lga ilingan dadamdan, bir puldor erning kaynidan ketgan onamdan shuni so'ragim kelyotidi. Men sizlarning oldinglarda nima gunoh qilgan bo'lg'iydim? Meni ko'chko'yladi sarson bo'lsin, mushundoq mal'unlarning qulida xorlansin deb topqanmidinglar. Sizlar mening hozir holatimga obdan qarab yiqinglar, lekin men sizlardan og'rinmayman. Men sizlarning baba, dada, ona deb chaqirishga fursat berishinglarni umid qilaman. Bir qatimni chaqirib olay. Canım ana, canım dada, sizlar nerede? Sizlarni bek sığındım. Ağlavatam sizlar. Sizlarni bek sığındım. Ota-ana meni maktabdan zo'mizga o'qib kelib, Oshimo'lining uyiga o'qishga olib bermagan bo'lsa, bugungidek osoyishta zamonda maktabda yaxshi o'qib, ota-onamning o'qituvchilarini umididan oqlagan bo'lardim. Bundaq yolg'iz qorniyatlarning qo'lida xorlanmagan bo'lardim. Bundaq nejisa hamon bir kuni qonunning jazosiga tortiladi. Hele qishloq qanday bo'lib ketdi? Hamishlar joyda. Ertagingacha yana bir necha shumtak yeb kelindi. Yaraysan. Shumtaklardan ko'proq top. Odam qancha ko'p bo'lsa, pulni shuncha ko'p topamiz. Beyib ketadigan bo'ldik-da. Shu aka shu. Men misilga ergishib kunning serig'ini xeli ko'ryapman. Mana ishki shumtakni ko'chaga chiqarib, uyda bekoyat ish chiqimiz qadab bo'ladi. Ular bu yerga rahat cho'gini kelmagan. Ma'qul aka, ma'qul. Hozirla. Men bo'lishdim. Xo'pcha, senlarni akam chaqiradi. Bu yoq kelisha. Har qaysini Shinjongdan bu yerga qanchalik pul bilan ep chiqdik. Bu yerda bekoyat beshinga qanchalik pul ketadi? Bilishamsan, ha? Mengisha bozorga. Endi qo'rqol qaytib kelishma. Mengisha. Qo'rqol kelishma. Pul tepishamisan. Qo'lingni cheqib yetib, ko'chada divonchilik silaman. Aka, xotirjam bo'lg'a. Birdan keyin tutam pul so'raysiz. Aka, men ishkisini hozir yo'l solsam, yana ish chekyapti-da. Acha, tez bo'l. Shumtaklar. Canım aka, bana bir çekim bergen bolsanız xush bulay canım aka. Xumarim bek tutib ketdi, chidayolmayaptim. Bir çekim berim canım aka, xush bulay. Canım aka, bek xumarim tutib ketdi, chidayolmay qoldim. Bana bir bolaq setib bergen bolsanız canım aka, bek qaynalib ketdim. Pulumda tezroq setib bersangiz canım aka. Ma'qul dema, bek qaynalib ketdim. Sizga pul beray canım aka, bana tezroq setib bersangiz. Sizdan ertinib qalay aka. Sizdan ertinib qalay. Bek qaynalib ketdim canım aka. Bana setib bergen bolsangiz canım aka. Men Siz bu yerga xato kelib qoldingizmi qanday? Bizni setib beradigan biror buloqdaydigan narsa yo'q. Biz azaldan durust tijorat qilganlar, ha? Chiqaram. Bo'lmasa, saqchiga ma'lum qilaman. Aka, bir chekim setib beraylik. Kalva! Hozir vaziyat nihoyat ciddi. Tanımaydigan odamga mos etib bergili bo'lamda, ha? Canım aka, bana bir çekini setib berim. Buni o'rganib qolg'ili xeyli yillar bo'lgan. Canım aka, bana bir çekini setib bergandan keyin biz tanishib qolamiz emasmi? Canım aka, men bir qiynalib bu pulni chekarib ne qiladi? Beraylik aka, bu qiz bola ekan. Bizga asqatib ne qiladi, ha? Cho'qim asqatidi. İşençilikdi, ha? Vay o işençilik. Onun işençilik ekanligini ko'nglim tuyib turdi. Chekarmalarning xumor tutganda mana mushunda bo'ladi-ku. Bu sodimizmi xil oqadigan bo'ldi, ha aka? Sodimiz cho'qim yoqdi. Ma'qul. To'xtab turing, ha? Rahmat aka, rahmat aka, rahmat. Elim. Rahmat aka, rahmat. Kımırdaşma! İşçilikte anlap duruş! Hemen anlap boşaldı kadınla! Kımırdaşma! Sile kol kılındınla! Saqchi hocam, tutulganı tutib oldingiz. Zaharni u satgan. Mening zahar bilan ishim yo'q. Hech nimani bilmayman.
Mening Şinjan'da yaşanıp kalgan ata-anam var, balçaqlarım var. Mende qilchilik günah yok, meni qo'yuvdinglar. Meni qilgan mush yalachi. Mening turmada yotqim yo'q, endi bunday qilmayman. Meni qo'ymasanglar, mening turmada yotqim yo'q. Ağzını yum. Ballarım var deysine teki. Bula bala emasmikan? Senler kanunun qattiq jazosini tortilasizlar. Hozir Şinjan'da odam bediklarga qattiq zarba berib, ichki o'lkalardagi sargardar ballarni umumyuzda qutqizish o'rlashtirildi. Biz xalq saqchilari senlarga o'xshash odam qilibidan chiqqan odamiy hayvonlardan birini bayqasak birini, uni bayqasak uni tutib, qonun bo'yicha qattiq jazolaymiz.